Maymunlar oroli ekan. 10 minut vaqt berar ekan, o'sha maymunlar bilan suratga tushishga. Voldi. Он сейчас нападет. Он будет сейчас Krab. Ketdim. No more than the ankle or beyond the red flag. Please follow the rules of the park. Otherwise, Do'stlar, hammaga salom. Xayrli tong. Ertalab vaqtli uyg'onib, birinchi turimizga yo'lga chiqdik. Tailandning eng mashhur orollaridan bittasi. Ko'rsating tasvirini. Pipi Maya Bay oroliga boramiz. Shu pirsga olib kelib qo'ydi. Orqaga o'tib ketib qoldi. Hammani shu yerga olib kelar ekan. Bu yoqda qayiqlar bizani kutib turadigan joy. Mana shu yerda qayiqga o'tirib biz orolga qarab ketamiz. Xo'p, bu yoqqa kelganimizdan keyin sizlarga ko'rsataman. Mana shu yerdan ro'yxatdan o'tkazdi bizani ichkarida. Shu joyga keldik. O'sha chiptalarni topshirdik, ro'yxatdan o'tdik. Mana shu odamni oldiga keldik. Mana bu yerda ro'yxatdan o'tib bizga sizlarga ko'rsataman. Mana shunaqa braslet berar ekan. Hammasini rangi har xil, gruppa bo'lib ketyapmiz. Bizning gruppada hammani ajratib olish uchun qo'liga mana shunaqa braslet berilar ekan. Brasletni olganimizdan keyin, ro'yxatlardan o'tganimizdan keyin xo'p, bu yerda yana nimalar bor? Bu yerda bizga ozgina briefing o'tkazdi. Biz o'sha orolga borganimizda nima qilishimiz kerak, hammasini tushuntirishdi. Ertalabki mana nonushtasi. Nonushta qilib olishimiz mumkin ekan. Bunga hech qanaqa pul so'ralmaydi. Mana kofe desanglar, kofe mana ertalabki shirinliklar, pecheni mana har xil shirinliklar. Mana bu yerda sosiskasi bor ekan. Sariyog', asal, mana non ham yo'qdi. Bu yoqda mana kofesi bor. Choy, mana har xil soklar. Shularni olib, o'zingizga qaysi biri yoqsa, olib, mana shu joylarga o'tirasizlar. Ertalabki nonushtani qilib olasizlar. Do'stlar, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, karta. Bizning mehmonxona bu yerda edi. Shu joyda edi. Xo'p, hozir turgan joyimiz shu yerda. Mana shu yerdamiz. Shu yerdan qayiqga o'tirib ketamiz mana oroliga. Pipidon mana shu oroliga boramiz. Bu yerda mana shu ko'rib turgan hamma orollarda bo'lar ekanmiz. Maya Bay, Pipiley, hammasida bo'lamiz. Tegida rasmlarni ham ko'rsatib qo'yibdi. Xo'p, yana nima bor bu yoqda? Kichkinagina bularning do'konchasi bor ekan Nobog'dagi. Sizlarga o'tolmadim men shu yerda. O'zingizga biron narsa kerak bo'lsa sotib olishingiz uchun mana do'konchasi ham bo'ladi. Mana kiyimlar, oyoq kiyim hammasi bor. Narxlari ham unaqa baland emas ekan. O'rtacha narx. Mana shu shlyapa 250 baht. Qimmat emas, yaxshi narxlar. Bizda bu o'zimizda hamma narsa bor.
tayyorgarlikni ko'rib kelganmiz. O'ylashyapti. Mana bizani tez yurar qayig'imiz. Motorlarini qaranglar, mo'shniyligini. Speedboat deyshadi. Inglizchasiga. Ketdik. Everyone, welcome to Sea Star 999. The name of just key. You just say no to everyone. If you want to go, you can go. Enjoy happy holiday. You can contact us or Blue and Bella. Do'stlar, birinchi orolga yetib keldik. Orolni nomini yozib yuboraman. Uni talaffuz qilish qiyinroq ekan. Qayiqdan tushdim. Orolni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu orolda cho'milish mumkin emas deyishyapti. Qumi mayda tosh aralash. O'tdi. Oyoq yana yurib bo'lmas ekan, tosh ko'p. Oyog'imizni kiyib olib yuribmiz. Faqat rasmga tushib, shu orolni maza qilib aylanib chiqsa bo'lar ekan. Bu yerda ham hojatxonalari bor ekan. Chanqagan bo'lsa suv, ichimliklar hamma narsa bor. Ko'ringlar-chi. Hamma yoq tosh, mayda tosh. Bu yoq kelsa уже mayin oppoq qum ekan bu yoqda. Qaranglar. Yo'q, yaxshi ekan. Suv ancha orqaga qaytganda o'shani hisobiga cho'milmaslikni tavsiya qilyapti bizning gidimiz. Katta orol emas, bo'z kartadan qaradim. Kichkinagina orol. Birinchi bekatimiz. Shu orolda nimalar ko'rishinglar mumkin. Bular hammasi sotiladi. Bular tekin emas. Mana meva-chevalar, tarvuz, ananas, jo'xori. Bu yerda odamlar tayyorgarlik ko'ryapti. Haligi quyoshga qarshi mana amaki kremlarini suryaptilar. Keyingi bekatimizga bu yerda cho'milsa kerakdir-da. Shunga tayyorgarlik ko'rishyapti. Bozorchi ekan bu, kichkinagina. Can I go, bro? Thank you. No toilet. Mana hojatxonasi pulli ekan hojatxona. 20 bat. Mana qaranglar. Har xil suvlar, sirop ekan. Meva-chevalar hamma narsa bor. Bu bozor ekan bu yoqda. Birinchi kirib bozor o'char qolishimizni xohladi shekilli bular. Mushuklarni qaranglar, rosa ko'p mushuk bor ekan bu yoqda. Kisa biz hozir yuringlar bu yoqga emas. Haligi toshlarning yoniga boramiz. Ha, vaqt berdi bizaga. Hozir mana soatimiz 10:03 bo'lgan bo'lsa, 10:30 da o'sha qayiqda ko'rishamiz deyishdi. Do'stlar, shu zinadan pastga tushsa, toshlarning yoniga borsa bo'lar ekan. O'sha joyga ketdik, o'sha yerda borib ko'ramiz. Aytib qo'yaman, birinchi bekatimiz bu orolda
Oyo, ya'ni yurib bo'lmas ekan yerlarda o'tkir mayda toshlar bor. Qaranglar. Toshmi bu, koralmi, nima o'zi bu? Hamma yoq tosh. Nima u yerda suv sho'tligicha kelgan. Hozir qaytgan payti. O'shaning uchun ham bu yerda mana cho'miltirmayapti-da, cho'milmalar endi. Ketdi ham. Biz bilan kelgan, bizani o'sha bitta gruppa bo'lib keldi bu yoqqa. Kelganlardan o'zbeklar ko'rinmadi. Lekin Qozog'istonlik do'stlarimizni ko'rdim. 3-4 ta bo'lib kelishdi. Qolganlari xitoyliklar. Biz bilan kelganlar. Mana. Tosh chiqaraylar. Odamlar ustiga chiqib rasmga tushib, mana nima qilishyapti. Orolda bor narsa shu. Hozir bir ikkita yana joylarni ko'rib chiqamiz. Keyin bu oroldan ketamiz. Ungacha soat 10:30 ham bo'lib qoladi. Bu toshlarga necha million yil bo'lgan, menimcha bu olimlar ham aniqlay olmasa kerak. Hech qanaqasiga. Qaranglar, hali chig'anoqlar ichiga kirib yopishib ketgan. Hammasi chig'anoqlar. Chiqmaydi bu hech qachon bu yoqdan. Toshga o'sha birikib ketgan. Hamma toshda bor. Oq joy ko'rganinglarning hammasi chig'anoq, oppoq rang, yopishib qolgan. Rostlam, rosa ko'p. Krab. Какой хороший. Bo'ldi do'stlar. Mana. 10:30 bo'ldi. Qayig'imizga o'tiramiz. Guruhimiz bilan birga keyingi bekatga, keyingi orolga yo'l olamiz. Do'stlar, navbatdagi orolga keldik. Maymunlar oroli ekan. 10 minut vaqt berar ekan shu maymunlar bilan suratga tushishga 10 minut vaqt. Mana cho'milsa ham bo'lar ekan bu yoqda. Katta maymun bor ekan bu yoqda. Ha, mana bor ekan maymun. Bu orolda maymunlar juda ham ko'p ekan. Bu yerda yashayotgan bolasi ham bor ekan. Oh, endi maymun. Hech narsa bilan bularni boqmayli deyishyapti. Ushlash ham mumkin emas ekan. Anh cắp điện thoại nha. Ishlab olar ekan. Còn đây nó giật điện thoại đó. Nó giật điện thoại đó. Nó về đấy chào. Bolasi. Bu bolasi bo'lsa kerak bu maymunni. Ana unisi onasi. Ha, bu onasi ekan.
ko'p vaqt bergani yo'q. Bular bu yoqda yurishimizga 10 minut vaqt berdi. 10 minut. Ha, ketdikmi? Ha, chaqiryapti. Bo'ldi, 10 minut bo'ldi, ketdik deyapti. Navbatdagi orolga yo'l oldi do'stlar. Orolga keldik. Pipidon oroli ekan, kartadan ham sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Bu orolda bizni tushlik qilar ekanmiz. 1,5 soat vaqt berdi. Ko'proq tushlik qilib, cho'milgilik kelsa, mana shu dengizda maza qilib cho'milaveringlar deyapti. Hozir birinchi bo'lib bizni tushlik qilib olamiz, qorin ochdi. Mana bizning gidimiz. Where is the halal food? Halan. The owner of Muslim. Pipidon. Pipidon ekan. Ana Pipidonga keldik. Bu orol musulmonlarning oroli ekan. Bu yerda hamma taomlari halol ekan. Bemalol yeyaverdi. Halo, Pak. Ketdik. Mancale. ไปดำน้ำนี่บอกไม่ใช่ที่นี่ Ini, ma, follow, ma. Mancale. Apa? Do'stlar, ovqatlarni ko'rib chiqamiz. Mana birinchisi guruch. Bu tovuqli ovqat ekan. Ovqatlari har xil. Tom yam. Ovqat ekan. Lapsha. Pad thai deyilar ekan bu ovqatining nomi. Ichida o'sha hozir o'qib chiqayotgan balig'i bor ekan. Baliq, tuxum aralashgan va non bu yoqda nima ekan? Guruch. Xo'p, keyingisi mana salatlari bor ekan. Bodring, pomidor, har xil salatlar. Mevalar tarvuz ekan, faqat mevasidan. Mana bu joyda kofe, choy majidda ekan. Keyingi ovqatimiz nima ovqat ekan? Deyarli bir xil ekan hamma yoqda ovqati. Aylanib yurgandan foyda yo'q. Tushlik qilib olamiz, keyin davom ettiramiz. Bo'ldi do'stlar, tushlik qilib bo'ldik. Ovqatlari yaxshi. O'sha tovuq asliga hali yeyishimizdan oldingi rasmga olib qo'ydim, o'shani qo'yib qo'yaman, ko'rasizlar. Tovuq, lapsha, meva, cheva qilib, sabzavotlar, hamma narsa bor. Endi 20 daqiqa vaqtimiz bor ekan. Kelinglar, yana bu orolda nimalar borligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu yerda ham kafe bor ekan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, kafe. Shine Talay kafesi ekan, kafe bor ekan. O'zingizlar bu ovqat yoqmasa, mana kelib shu yerda ovqatlansanglar ham bo'laverar ekan. Yana nimalar bor? Endi bu orolda faqat shu kafe, restoran, oshxonalar ekan. Pipidon orolida. Menimcha do'konlar ham bor bu yoqda. Yana nima bo'lishi mumkin? Hojatxonasi ham bor, kerak bo'lsa. Bu oroldan 20 daqiqadan keyin keyingi orolga ketamiz. Restoran. Arida restoran. Halal food.
Ko'ringlar. Tailandda hammasi harom deydilar, mana ko'ringlar. Bunaqa narsalar bu orolda yo'q. Mumkin emas. Musulmonlar yashaydigan orol ekan bu yoq. Bo'ldi do'stlar. Shu berilgan 1,5 soat ichida shu joyda tushlik qildik. Ko'pas aylandik. Endi ketadigan vaqtimiz bo'ldi. Bu oroldan navbatdagi orolga yo'l olamiz. Ketdik. Do'stlar, qayiqda kelib shu joyda to'xtadik. Bu yerda qayiqdan tushirmas ekan. Faqatgina shu yerda rasmga tushsanglar bo'ladi. Ko'rsa hamma yoq qoya bilan o'ralgan. Atrof. Qaranglar, chiroyligini. Mana shuncha qayiqlar hammasi to'xtab shu yerda rasmga tushib olishar ekan turistlar. Do'stlar, yana bitta bekatda to'xtadik. Bu yerda ham faqat sho'ng'ib suzish mumkin ekan dengizda. Kelib qanaqadir orolga kelib to'xtaganimiz yo'q. Mana shu qayiq atrofida suzib cho'milib yurar ekanmiz. Shu to'g'riga qarasanglar, mana shu yerda Maya Bay oroli bo'ladi. Plaji oroli o'sha yerda. Biz bu orolga meni o'ylashimcha aylanib bunaqasiga borsak kerak. Keyingi bizning bekatimiz shu Maya Bay oroli bo'ladi. Hozir suvga sho'ng'iymiz. Baliq nima bo'lsa, agar baliq bo'lsa sizlarga bitta chiroyli qilib tasvirga olib beraman. Ketdim. Bo'ldi do'stlar, bu yoqdan ham ketyapmiz. 5 minut qoldi, hamma chiqinglar deyapti.
suvga sho'ng'idek. Ichi to'la vij-vij baliq. Agar ko'rgan bo'lsanglar, rang-barang, chiroyli baliqlar ekan. Bo'ldi endi. Keyingi orolga yo'l olamiz. Qolgani yo'lda gaplashamiz. Do'stlar, navbatdagi orolga yetib keldik. Eng mashhur orollardan bittasi Tailandda. Bir kunda 10 mingtalab odam kelar ekan shu orolga, orolni tomosha qilgani. Mana odamni qaranglar ko'pligini. Yo'q. Qayiqlar shu joyga kelib to'xtaydi. Biz mana shu yo'ldan o'tib, mana shu qoyalarning orasida yo'l bor. Shu yo'ldan to'g'ri o'tsak, qoyalarning orqa tarafida plyaj joylashgan. Juda ham mashhur plyaj. Mashhur bo'lib ketgani sababi u joyda mashhur aktyor Leonardo DiCaprio rol o'ynagan plyaj filmi xuddi shu joyda suratga olingan. Hozir birgalikda borib o'sha plyajni tomosha qilamiz do'stlar. ขอให้เรือที่จะถูกเกณฑ์นะครับขอให้เรือที่จะถูกเกณฑ์ปลีกตาและเรือเข้าระเบียบก่อนนะครับขอให้เรือที่จะถูกเกณฑ์นะครับขอให้เรือที่จะถูกเกณฑ์ Ko'rasizlar, qoyalarning orasida yo'l qilib qo'yishgan. U orolga to'g'ridan to'g'ri kelish mumkin emas ekan. Faqatgina aylanib orqa tarafidan borsa bo'ladi. Qayiq borishi mumkin emas ekan u joyga. Undan ham yaxshi qoyalarni ham bitta tomosha qilib chiqamiz. Tepalikqa chiqib oldik. Za qayiqimiz o'sha yerda to'xtadi. Ketdik. Mi sào suy chiaแล้ว Lệ rồi đi. Gặp cái đi. Walking please, walking. พี่เลนมัน Qanaqa chiroyli joylar. ผลไม้นี่นี่ไง Tabiat. Manzara. Salqin joy ekan. Kartada hozir surat qilib qo'yishdi, suratini qo'yib qo'yishgan. Hozir biz mana shu joylardamiz taxminan. Mana oppo plyaj. Ko'rasizlarmi? Plyaj buxtada joylashgan. Qoyalarning orasida dumdi bola. Mana shu yerga hozir birgalikda tushamiz. Ketdik. Plyajni nomi Maya Bay. Ketdik. No more than the ankle or beyond the red flag. Please follow the rules of the park. Otherwise, I need to find Odam judayam ko'p. for not following the rules of the park staff. It is 5,000 to 100,000 to Maya Bay. This is the park area. Do'stlar, o'sha plyaj filmini ko'p qismlari aynan shu orolda olingan. Shu plyajda ko'p qismlari olingan. Agar ko'rgan bo'lsanglar, plyaj degan film bu. Bu plyaj filmi shu yerda suratga olingandan keyin bu orol aynan shu plyaj ekologik zarar ko'radi. Juda ham ko'p daraxtlar kesib tashaladi, o'rniga chiroyliroq sun'iy daraxtlar qo'yishadi. Shu film chiroyliroq chiqishi uchun. Va Tailand hukumati 20-asr Fox kino studiyasini sudga beradi. Aniq bilmayman-u. $200,000 atrofida jarima to'laydi kino studiya. Do'stlar, shunaqa qumiga e'tibor beringlar. Qumga. Qum oppoq unga o'xshaydi. Qaranglar. Juda ham mayin, oppoq qum. Qani yuringlar-chi bir
Shu dengizdagi akula bor deyapti. Akulani ko'rib boqamiz, bormi, yo'qmi? Akula ko'rmadim. Juda ham chiroyli lekin dahshat. Mabodoga Tailandga kelsanglar, bu joyga kelmay ketmanglar. Mashhurlarda o'sha filmni ko'rgan bo'lsanglar agar, shu joylarda ular o'zlariga chaylalar yasab, ichkarilarda filmni suratga olishgan, shu yerda yashab. Qancha ham kunga edi, men o'qigan edim uni. Lekin eslolmayapman. Bilsanglar, necha kun bu yoqda ular bo'lgan. Izohlarda yozib qoldirarsizlar. Do'stlar, Mayabe orolini birgalikda ko'rib chiqdik. Juda ham chiroyli, tabiiy tabiat. Menga juda ham yoqdi. Bu orol bizning oxirgi bekatimiz edi. Men o'ylashimcha hozir qayiqqa o'tirib orqaga mehmonxonaga qarab yo'l olamiz. Do'stlar, shu joygacha ko'rganingiz uchun juda ham xursandman. Kattakon rahmat sizlarga. Keyingi yangi vloglarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr. Ana akula.